Pip nima? Santimetr haqida bilasizmi? Bu uzunlik o'lchov birligi bo'lib, mix yoki vint kabi kichik narsalarni o'lchash uchun ishlatiladi. Xuddi shunga o'xshab, Forexda ham narxlarning o'zgarishini o'lchash uchun pip degan o'lchov birligi mavjud. Keling uni sodda va tushunarli tarzda tushuntirib beraman. Pip bu valyuta juftligi narxining eng kichik o'zgarishini ifodalovchi birlik. Odatda pip valyuta narxining 4-kasrxonasiga to'g'ri keladi. Masalan, agar yevro-dollar kursi 1.2345 bo'lsa, bu yerda oxirgi raqam 5 pip hisoblanadi. Agar narx 1.2346 ga oshsa, demak narx 1 pipga oshgan bo'ladi. Shu darajada kichik o'lchov o'zi nimaga kerak? Forexda narx o'zgarishlari juda ham kichik bo'lgani uchun bizga aniq va standart o'lchov kerak bo'ladi. Bundan tashqari, har bir valyuta juftligi har xil qiymatda bo'lgani uchun biz ularni bir xil birlikda taqqoslash uchun pipdan foydalanamiz. Masalan, agar biz yevro-dollar va dollar-yena juftliklarini taqqoslamoqchi bo'lsak, ularda narx o'zgarishi pip orqali aniqroq solishtira olamiz. Xulosa, pip bu Forexda narx o'zgarishini o'lchash uchun ishlatiladigan asosiy birlik bo'lib, u valyuta kursining 4-kasrxonasiga mos keladi. Bu birlik savdogarlarga bozorni aniqroq tahlil qilish va taqqoslash imkonini beradi.